Assalomu alaykum barchaga. Mana bugungi jarrohlik amaliyotini yakunladik. Bugungi jarroh amaliyotimizdagi bemorimiz murojaat qilgan bizga ikkilamchi bepushtlik bilan ambulator sharoitda bir qancha lechenlar olgan, lekin yaxshi natija bo'lmagan. Shuning uchun bachadon naylarini GSG gisterosalpingografiya, ya'ni rentgen tekshiruviga o'tkazilganda bachadon naylarida suv yig'ilganligi va o'tkazuvchanligi buzilganligi tashxisi qo'yilgan. Shuning uchun biz laparoskopiya amaliyotiga oldik. Jarrohlik davomida shu narsa aniqlandiki, ikkala tomondagi bachadon naylari, ya'ni trubalarning o'tkazuvchanligi to'liq yopilgan. Kichik chanoq bo'shlig'ining yonbosh tomonlariga birikib, qo'shimcha yana to'g'richa bilan yopishganda o'tkazuvchanligi to'liq yopilgan. Bizlar bu spaykalarni ajratdik, truba tuxumdonlarini harakatini tikladik va o'tkazuvchanligi to'liq tiklandi. Aytmoqchimanki, vaqtida murojaat qilib, vaqtida to'g'ri tashxis bilan lecheniya bo'lsa, albatta natijaga erishamiz. Hammaga sog'lik, salomatlik, rahmat.